3000 yil davomida miloddan avvalgi 4-asrda Aleksandr Makedonskiyning qo'shinlari tomonidan zabt etilgunga qadar qadimgi Misr dunyodagi eng muhim sivilizatsiya bo'lgan. Bugungi videomizda qadimgi Misrning asosiy yashirin sirlarini ko'rib chiqamiz. Buyuk Sfinks. Sfinks Qohira yaqinidagi piramidalarning etagida joylashgan. Bu 73 metr uzunlikdagi, 20 metr balandlikdagi va bir yaxlit toshdan o'yib chiqarilgan eng katta haykal bo'lib, u sirlar bilan o'ralgan. 1950-yillarda topilgan yangi dalillar Sfinksning yoshini yanada savol ostiga qo'yadi. Sfinks tanasida yomg'ir sababli hosil bo'lgan suv eroziyasi izlari bor. Qiziqarlisi shundaki, bunday darajadagi yomg'ir Misrda 9000 yildan beri kuzatilmagan. Agar bu eroziya izlari 9000 yil oldin, bu qism Afrika cho'l bo'lishidan ancha oldin paydo bo'lgan bo'lsa, demak Misr sivilizatsiyasi avval o'ylanganidan ancha qadimiydir. Miloddan avvalgi 3-asr Aleksandriya, Misr. Bu qadimgi dunyoning eng buyuk shaharlaridan biri edi. Nil daryosi dengizga kiradigan joyda chuqur tabiiy port atrofi qurilgan edi. Portning oroldagi taxminan 1,2 kilometr uzunlikdagi sun'iy yo'lning oxirida kemalarni xavfsiz kirishga yo'naltiradigan ajoyib mayoq qurilgan edi. 122 metr balandlikdagi Faros mayog'i hatto ozodlik haykalidan ham baland bo'lgan bo'lishi mumkin. Faris 1,5 ming yildan ortiq vaqt davomida turadi. Shu vaqt ichida unga o'xshash hech narsa yo'q edi. Farisga o'xshash hech narsa oldin ham, keyin ham qurilmagan. 2000 yil o'tsa ham bu hali ham eng buyuk mayoq bo'lib qolmoqda. Hatto ko'plab tillarda Faris so'zi hali ham mayoq degan ma'noni anglatadi. Faris sirlarini to'liq tushunish imkonsizdir, lekin bundan ham kattaroq sirlar bor. Qadimgi Misrning eng hayratlanarli muhandislik ishlaridan biri. Obelisklar ulkan tosh tuzilmalari va ular Misr bo'ylab joylashgan monolitlardir. Obelisklar quyosh ilohi Ra tomon yo'naltirilgan ulkan ustunlar edi. Misrning janubiy Asvan shahrida toshlarning yonbag'rida eng katta, lekin tugatilmagan obelisk joylashgan. Agar u tugatilgan va tiklanganida, u hozir 42 metr balandlikda bo'lar edi. Bugungi ro'yxatimizdan obeliskning joy olganining sababi esa chunki bu tarixdagi eng katta, qattiq obelisk bo'lardi va qadimgi misrliklarning ustachilik qobiliyatini yana bir bor tasdiqlardi. Bu esa 1954-yil Giza shahri. Bu yerda ajoyib topilma aniqlangan bo'lib, bu cho'lda ko'milgan butun bir kema, Xufu kemasi. Qadimgi qiruvch 44 metr uzunlikda va 6 metrga yaqin kenglikdagi kema taxminan miloddan avvalgi 2,5 ming-yilda yaxlit toshdan o'yib chiqarilgan chuqurga ko'milgan edi. Hozirda Giza hududidagi maxsus qurilgan muzeyda bu dunyodagi eng qadimgi butun kemadir. Ushbu kemaning qanday qurilgani juda hayratlanarli. Hech qanday moslamalar yoki maxsus qismlari yo'q edi. Hammasi chiroyli ishlangan bo'g'inlar bilan birlashtirilgan va arqon bilan bog'langan edi. Bu chiroyli va suzishga yaroqli dizayn edi. Ammo kemani qurishdan maqsad nima va nega u cho'l o'rtasida ko'milgandi? Xufu kemasi hech qachon dengizga chiqmagan, chunki u dafn kemasi edi. Kema o'lgan firavnni osmonga olib chiqish uchun mo'ljallangandi. Bu bizning 4,5 ming yil davomida dengizchilik haqidagi tushunchalarimizni butunlay o'zgartiradi. Va shuning uchun bu bizning bugungi ro'yxatimizda. Keyingi sirlardan biri yer ostiga yashirilgan Abu Simbel. 19-asr boshlarida yosh misrlik bola ba'zi arxeologlarni o'z qishlog'i yaqinidagi tosh yuzaga olib keladi. U harakatlanayotgan qumlar bilan ochilgan g'ayrioddiy o'yma rasmlarni topgan edi. Arxeologlar qaytib keladilar va qazishni boshlaydilar. Bu dunyodagi eng hayratlanarli binolardan biri edi. U tosh yuzaga o'yilgan va 10 qavatli bino balandligida edi. Abu Simbel miloddan avvalgi 13-asrdagi katta ibodatxona bo'lgani aniqlanadi. U mashhur firavnlardan biriga bag'ishlangan bo'lgani uchun dunyodagi eng buyuk yodgorliklardan biri bo'lishi ajablanarli emas. Ya'ni Firavn Ramzes II yoki Buyuk Ramzes. U eng qudratli firavnlardan edi va 70 yildan ortiq hukmronlik qiladi. Hammasi atigi 20 yil ichida qurilgan va izlanuvchilar hali ham qanday qilib buni amalga oshirishganini aniqlashga harakat qilishmoqda. Keyingi o'rinda Misrning ramziga aylangan ajablanarli sir.
Mumiyolash. U dahshatli filmlarning asosiy qismi. Qadimgi Misr haqida gapirganda odamlar nima deb o'ylashini so'rang va albatta ularning javobi mumiyolar bo'ladi. Mumiyo o'lganlarning saqlangan tanalaridir. Qadimgi Misrliklar tanani saqlash uni keyingi hayotda yashashiga imkon beradi deb ishonishgan. Ular o'limdan keyin ruh tanani tark etadi, lekin kechasi u qaytib kelib yangi hayot olishiga ishonishgan. Shuning uchun tanani saqlash kerak edi. Mumiyolash jarayoni juda murakkab bo'lib, barcha organlar jarrohlik usulida olib tashlangan. Shu jumladan miyani burun orqali chiqarib olishgan. Ular tanalarni kimyoviy moddalar bilan to'ldirilgan vannalarda namlashgan va go'shtini saqlash uchun quritishgan. Tanani tuz bilan to'ldirishgan. Bu esa uni saqlashning kaliti edi. Mumiyolash jarayoni demonstratsiyasini YouTube qoidalarini buzmaslik uchun Telegram kanalga joyladik. Havola video tavsifida. Mumiyolar misrliklarning keyingi hayotiga qarashlari haqida bizning tushunchamizni shakllantirgan bo'lsa, bizning navbatdagi sirimiz qadimgi Misrning tirikligi haqida hamma narsani ochib bergan. Qadimgi Misrni ochib bergan kalit Rosetta toshi. Bu tosh tufayli mutaxassislar qadimgi iyerogliflarni tushunishga muvaffaq bo'lishadi. Rosetta toshida ketma-ket yozilgan 3 ta yozuv joylashgandi. Ushbu topilma orqali klassik olimlar qadimgi Yunon tilini o'qiy olishadi. Unda Firavn tomonidan amalga oshirilgan yaxshi ishlar ro'yxati tuzilgan deb tarjima qilishadi va Firavn Ptolemeyning ismi ham ushbu iyerogliflarda ochilgan. Ma'lumotlarning 3 ta tilda yozilganligi tufayli olimlar iyerogliflarni nima deyishini tushuna olishadi va bu butun bir Misr tarixini o'rganishga yordam beradi. Rosetta toshi kichik o'lchamiga qaramay katta miqdordagi ma'lumotlarni ochib beradi. Bundan keyingi o'rinda eng buyuk qurilish loyihalaridan biri piramidalar. Qadimgi piramidalar butun dunyo bo'ylab topilgan, Markaziy va Janubiy Amerikadan Yaqin Sharqgacha va hatto Osiyoda ham. Lekin hech kim ularni misrliklar kabi keng ko'lamda yoki murakkablikda qurmagan. Bu xaritada ko'rsatilgandek, Misrda Giza shahridagi mashhur 3 ta piramidadan ko'ra ko'proq piramidalar bor. Aslida Misr bo'ylab 100 dan ortiq qadimgi piramidalar hali ham saqlanib qolgan. Asosiy piramida me'mori Imhotep misrliklar uchun shunchalik muhim ediki, ular uni hatto iloh darajasiga aylantirishgan. Piramidalar haqiqatdan ham hayratlanarli yutuq edi va qadimgi Misrning ramziga aylanadi. Hatto bugungi kunda piramidalar har joyda, hatto dollar banknotasida ham bor. Ammo bizning ro'yxatimizdagi asosiy bu sirning shon-shuhrati 3000 yildan ortiq vaqt davomida yashiringan edi. Ya'ni Tutanhamon maqbarasidagi xazinalar. Xazina har qanday odamning tasavvur qilganidan ham ko'proq edi. Zargarlik buyumlari, 2 ta taxt, oltin jang aravasi, yosh Firavnning keyingi hayotida kerak bo'ladigan hamma narsa va yana ham ko'proq. Ushbu oltin tobut ichida yana ham katta xazina bor edi. 3000 yillik Firavnning yuzi. Bu Misrning ochilgan ajoyib siri edi. Tutanhamonning oltin o'lim niqobi. Tutanhamonning o'lim niqobi qimmatbaho toshlar bilan o'ralgan edi. Ushbu hayratlanarli ko'k rang Afg'onistondan kelgan lapis lazuli bilan qoplangan va ko'zlaridagi kvarts va obsidian O'rta dengiz orqali keltirilgandi. U taxminan 11 kilogramm og'irlikdagi qadimiy san'at asaridir. Ushbu kutilmagan sirli topilma tufayli dunyo firavnlarining qudratini, qadimgi Misrning kuchini va shon-shuhratini haqiqatdan ham his qila oladi. Misr kabi sivilizatsiya oldin ham, keyin ham bo'lmagan. Uning ajoyib binolari va xazinalarining tengi yo'q. Bu sirli va sirlarga boy o'lka 1000 yillar davomida hayratda qoldiradi va hayratlantiradi. Shu bilan bizning qadimgi Misr sirlari haqidagi videomiz nihoyasiga yetdi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bundan tashqari Telegram kanalimizda har kuni yangi sirli tarixiy ma'lumotlarni joylab boramiz. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga qo'shiling va har kuni yangi ma'lumotlarni kuzatib boring. Kanal havolasi video tavsifida. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'plab siz bilmagan qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda.